Mana qora Nexia 3'imizga Mercedes 204 облицовка qo'yildi. Fara yangi, tuman kondisioner berdik. Saloniga o'tsak, salonda Mercedes G2 ruli, mafon, Tesla monitor deyishyapti shuni. Juda ham yaxshi ekan, menga ham yoqdi. Mana o'zimga qo'yganman, muzikani o'tkazadi. Pultga hamma narsa uстановка qilindi. Salon освещение. Tak. Mana yonishni ko'rsatamiz sizga. Tak. Mashina zavod bo'lib, knopka, stroboskop. Har xil funksiyalar uстановка qilindi bu rulga. Tamam. Akvaprim, video registrator.